Jahon musiqasi rivojining asosiy bosqichlari. Jahon musiqa madaniyati shakllanib, to hozirga qadar yetib kelish jarayonida bir necha tarixiy bosqichlarni boshidan kechirdi. Bu bosqichlar quyidagi nomlar bilan yuritiladi. Birinchi, qadimgi davr musiqa madaniyati. Ikkinchi, o'rta asrlar musiqa madaniyati. Uchinchi, uyg'onish davri musiqa madaniyati. To'rtinchi, ma'rifatparvarlik davri musiqa madaniyati. Beshinchi, 19-asr musiqa madaniyati. 20-21 asr musiqa madaniyati. Qadimgi davr musiqa madaniyati katta tarixiy davrni qamrab oldi. Antik san'atida hayotga irodalik va muhabbat, hayotiylik, yerdagi dramatizm hamda insonning go'zalligi o'z ifodasini topdi. Antik san'atning mukammal mavzusi sifatida inson tanasi tanlangan. Antik tragediyalari esa san'atni sinkretik birligini gavdalab beradi. Ilk bor musiqani yaratgan va ijro etgan san'atkor Aid bir vaqtning o'zida shoir, bastakor, qo'shiqchi va jo'rnavoz vazifasini bajarar edi. Ko'rilayotgan davrda turli xil janrlar shakl topdi. Avlodik va kifarodik nomlar, avletik va kifaristik nomlar, avlos va kifara yakkasoz cholg'u uchun pesalar, elegiya, giporxema, raqs harakati bilan bezatilgan qo'shiq, ipnikiya va boshqalar kiradi. Har bir davr musiqa madaniyatining o'ziga xos jihatlari bor. Masalan, eramizdan avvalgi asrlardan to 5-asrga qadar davom etgan musiqa madaniyati asosan monodik, ya'ni bir ovozli ko'rinishda bo'lgan. Bu davrda musiqa asosan Misr, Xitoy, Hindiston kabi qadimgi sharq mamlakatlarida, keyinroq esa qadimgi Yunonistonda ham o'tkazilgan turli marosimlarda ishlatilgan. Bunda ud va arfasimon, torli chertma, sibizg'a, singari puflama hamda xilma-xil zarbli urma cholg'ular keng qo'llanilgan. Musiqaning bosqichma-bosqich rivojlanishi va undagi sodir bo'lgan o'zgarishlar insoniyat jamiyati bosib o'tgan ulkan tarixiy yo'lni o'zida aks ettirdi. Musiqa o'zining xilma-xil ko'rinishlarida muayyan xalq hayotini, uning alohida vakillarining fikr va intilishlarini, ijtimoiy jarayonlarini va boshqalarni qamrab olgan. Lekin musiqaning asosiy yutug'i shundaki, u hamma davrlarda ham murakkab ma'naviyatni ochib bergan. G'ayrioddiy kirish va chuqurlikka ega inson dunyosi. Musiqaning his-tuyg'ular, intilishlar va kayfiyatlarni aks ettirishga qodir bo'lgan ana shu xususiyati bugungi kungacha qayg'uda ham, quvonchda ham bizga hamroh bo'lib kelayotganini tushuntirib berish mumkin. 5-asrdan to 14-asrgacha davom etgan, ya'ni qadimgi dunyo bilan yangi tarix oralig'idagi davr.